Sizlar hozir biz o'sha Granny'da sizlarga qisqacha narsani tushuntirib o'taman. Bu mod emas, cheat emas, oddiy o'sha Granny'da o'ynayib turganlar bo'lsa, o'sha bular uchun kerakli bo'ladigan narsa bo'ladi bu. Nima desam yana? Hozir Granny'da qatirishni sizlarga o'rgataman. Uni bajarishimdan oldin sizlar menga o'sha obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lib like'lar bang'illatib qo'ysalaring, bu uydan qochishni ham ikkinchi qismini chiqaraman, ya'ni buni. Davay bo'lmasam ketdi. Bu o'zimda birinchi kontentlarimdan, o'shaning uchun sal birinchisida o'xshamasligi mumkin, ikkinchisida o'xshamasligi mumkin, lekin albatta o'xshaydi, buni bilaman. Qaranglar. Hozir o'zimizda xonamizda po'qam yo'q. Qaranglar. Birinchi bo'lib Granny'ni chaqirish uchun mana shu vaza otamiz. Ovoz chiqadi buni albatta. Keyin pastga tushib olamiz. Birinchisi pastga tushib olinglar. Granny ko'rmasligi kerak-da sizlarda. Qaranglar. Hozir keladi. Bujon. Ey bu. Kelasizmi bugunitda? Bujon. Ey bu. Ey dedim. Hozir tursam keladi-da vallahi. O'shaning uchun qisib o'tiramiz. Hozir keladi baribir menga. Keladi javob. Zayba. Hozir endi keladi. Ana qo'li ko'rinadi. Hoppa. Joystick orqaga qaytib qoldi o'shanga. Joystick orqaga ketib qo'yapti nimagadir. Uzr. Kechirasizlar bolalar, birinchisida hozir bu o'xshaydi. O'xshashi ham shart bu. Qaranglar, hozir buni olamiz. Birinchi tayyor bo'lib turmadik-da, hozir kelishiga qarab turdim-da men. Hozir kelami deb o'ylagandim, kelmadi. Hop. Gadoy kelmayapti-yu. Jim. Tez bosib tashlaysizlar-da. Ey! Gadoymi bu? Men o'xshatsam ham o'xshataman, o'xshatmasam ham o'xshataman. Haqqim yo'q, Granny. Obunachilarimni oldida sharmanda qilma meni. Davay endi. Granny, sharmanda qilma, iltimos. Hoppa. Jamaniga qo'yib olay. Hoppa. Mana shu qo'yib olsam juda qulayroq bo'ladi. Nimagadir tez yuryaptimi? Mana. Oy, o'xshadi-yu bolalar. Mana yoniga borib turib, qalaysiz, yaxshimisiz, tuzimsiz, buyuz yaxshimi turib, nimda qilsalaring ham urolmaydi вообще. Mana endi buni otib hali o'ltirmagunlaringcha bu turaveradi joyida. Mana aytdim sizlarga o'xshaydi dedim, o'xshadi ham mana. Bu shotgunni parti. Oy, omad qaranglar.
O'xshagan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar, iltimos. Bu yana ham bu sirda ko'p Granny o'ynovchilar bilmaydi. Men o'zim ham ko'p o'ynamayman. Sizlarga, odamlarga foydali bo'lsin deb mana shu narsani chiqardim. Bu cheat emas, boshqa narsa ham emas. Mana turibdi, qatib turibdi. Короче, xishtama qissalaring вообще yoniga borsalaring ham вообще uralmaydi hamda. Bu o'yinni o'zini xatosi, cheat yoki boshqa narsa emas. Mana chain cutter nima edi bu? Hozir ko'ramizda. Chain cutterdi. Chain bu hali nima emasmidi? Bu emas. Bu cutting pliers emasmidi bu? Chain cutter bo'lib qopti. Part of shotgun. Hop. Tuxum bosib o'tirgan narsasini ham bir ko'rish kerak. Wheel crank. Hop, kerakli narsa shotgun bor. Shotgunni nimaga yig'yapsiz? Granny qatirib qo'ydi deyishlaring mumkin. Crossbow'ni topguncha hali ancha vaqt ketadi. Ya'ni o'sha arbaletni topguncha. Undan mashina yasab qo'yaylik. To'g'rimi? Xullas, mana meningda ham narsa bo'lishi kerak menimcha. Bitta qog'oz bor, bilaman. Yo'q, boshqa narsa yo'q. Hozir qarg'ani yoniga tushsam baribir remote control bo'lsa kerak. Oy, gazalin. Playhouse kerak. Playhouse ki. Shunaqamida adashmasam? Playhouse ki kerak. Albatta. Ochmaydi. Hozir men soma gazalin narsam. O mashinamizda yurgizish uchun menimcha mashinadan qochamiz bugun agar. Oy, Playhouse key. Och bitti. Buni tasha. Bunun ichidan ham bir narsa chiqardi omaligiga. Bu Playhouse'da narsalar kerak bitta omaligiga. Bir o'sha qushda ham bo'lishi mumkin. Mana bitta. Qani, ko'ramayaptimi menda? Obbo. Ey. Uyda qaraylik, kichkina ko'rinadi aslida. Piz. Uzr. Tilim ketib qo'yapti. Nimagadir. Gazalin mana dedi. Playhouse narsasi menimcha bu jonda ham bor. Bu tinniq ham bo'lishi kerak. Ana cutting pliers deyilardi. O'shanga sal chain drivermi bu narsani yozib qo'yishibdi. Nima ekan? Granny 2da shunaqa narsa bor edi-mi? To'g'ri. Granny 2da to'g'ri shu narsa bor edi. Chain cutter hali nima desam, hali bitta narsa bo'lardi. O'sha narsani ochsalaring qanaqadir bitta gadoy chiqardi. Oy. Bitta gadoy chiqib sizlarga qarab deyish harakat qilardi. Oy. Kerakli narsa. Remote control betdan baribir bilaman, narsa chiqmaydi. Ehtimolga qarshi chiqishi ham mumkin. Oy, kitob. Hozir bu nimani yaxshi narsa chiqmaydi. Baribir Spider key chiqadi undan. Bu Spider key ham bir o'sroq key bo'ladi. Eka tushgandan ko'ra boshqa narsa qilib qo'ygan yaxshi.
Hop. Nima u? Yo'q, hey. Bo'shliqqa tushib ketdimmi debman. Hop, shotgunni yig'dik, hisob. Yig'dik ham deyveraylik. Hozir ana uni tushiramiz. Gazalinishdi. Oy, nimagadir qatyapti-yu. Hoppa, shotgun. Olamiz. Keyin Rusty podklokka bor, o'shani qanaqa Rusty'sini yo'qotsa bo'ladi. Men podklokkadan olmasdan qochib bo'lmaydi-yu, o'sha topyapman, Rusty chiqyapti, Rusty. Nimaga uni Rusty, aynan. Yo'q bo'lsa, o'sha Rusty bu bo'l. Ayttochalik go'sht chiqar. Haligi bu jonni opog'asini, buvasini, xolasini qizi go'sht yeydi, harom o'lgur. Shanga. Gadoy. Hop. Yomon, maskini qo'ytiradi mana shu narsalar. Hop, mana. Buni tashlaveraylik. Podklokka. Oy. Nimagadir Rusty chiqyapti shu. Rusty podklokka eskirgani chiqyapti. Nimagadir. Bilmayman nimaga Rusty podklokka. Bu haqiqiy podklok. Gadoy. Hozir mendan shu mashinni ochamiz, mashinni. Qana ola. Och meni. Oy. Buni buzish kerak, hali motorlarni to'g'irlash kerak. Podklokka, eshikni ochib qo'yish ham mumkin. Bu bilan nima desam, hali eshikdan ham qochadigan, hali mashinaga ko'p narsa berib qo'yadi. Master key. Mashinaga vobshem ko'p narsa berib qo'yadi. Keyin hali o'ynab xuyut qilgandaqa bo'ladi-da. Shuning uchun bird seed. It's a bird. Hozir bird yoniga boramiz. Bird. Playhouse'da narsasini bosib o'tiradi ko'tida. Hop, uni remote control uni ham ochamiz. Harom o'lgur. Hoppa. Idarazi bo'ldi. Playhouse ichidan ham narsa chiqadi, albatta. Keyin Granny'ni ko'zini qizartirsak ham hech nima qila olmaydi. O'shaning uchun xohlaganlaringni qilib yuraverasizlar. Bu uy meniki deylar, biratlarim. Sizlarga mana shunday odam yordam beryapti turgan ekan, shu narsalar aytayapti turgan ekan, bu uy meniki deylar. Tushundinglarmi? Vobshem qo'rqmanglar. Yana keyingi video PUBG haqida chiqarmoqchiman. PUBG'dagi life hack va buglar haqida. Agar o'sha narsani ko'raman, agar noto'g'ri bo'lsa, noto'g'ri ekan, bajarib sizlar bilan birgalikda bajarib ko'rsataman. Ana bardajoyda narsa bo'lishi kerak. Oy, hozir VPNga nimaga kerak menga? Bu musurku. Nimaga? Menga tashlab qo'y. Bir narsa kerak yo'q bola.
Safe key. Ayo, safe key topdim debdi. Pat klubga ham turib. Nima qilsam? Birdseed berdim. Yana qaytla qoldi. 3-etajda ana u o'sroq bosib yotibdi bitta narsa. Ikkin playhouse narsa bor. Silandrina ham bor. Men uni tarjima qilaman agar bilmaydiganlar bo'lsa. Bu mening 5-kunim. U meni hamma joydan qidiryapti. Men chiqib ketishga harakat qildim. Meni tanalarim og'rib ketyapti. The only things I remember before I woke up. Men har doim bu yerda turaman. House is that I was driving when my car suddenly broke down. Men mashina minib turganimda nimagadir o'sha o'chib qoldi. Men nima problemligini bilmoqchi edim va arqamdan kelib kimdir boshimga urdi va managed to open pair and looks. O'sha nima haqida, qocholmagan haqida yozib beryapti. Bu o'yinchimi bilmadim. Hop. Hozir! Akam saybal qiladida shunaqa. Hop. 2-qavatda yaxshi tekshirmadim. Bilaman, 1-qavatda hech narsa qolmadi menimcha. To'g'rimi? Shunday qolmadi. 2-qavatni yaxshilab tekshirish kerak. Teddy bear bolaligimiga. Ko'zi qaynab ketadi bechora bola. Remote controlni ham ko'rdim. Hozir xunetni ochaman. Agar ishtama chiqmasa qaytib vapshim. Nima qilmayman? Yana spider cage chiqami? Ayo, yopib qo'yaver. Tinchgina. Yopib bo'lmaydimi endi? Gadoying chiqsin. Uyutqising ham meni chiqarmaysan men. Bu Dediğin olsam bunu ham ko'zi oqaram. Qizaram. Yo'q. Unikini bilaman. Gadoy. 3-qavat dedi. Hali hammer topish kerak. Hammer. Neydi? Hammer yo'q. Unutdimmi? Hoppa. Bo'pti bolalar, bo'lmasam 2-qismini keyinroq chiqaraman. Shu yerda 1-qismi tugaydi. Hammaga xayr.